Hammaga assalomu alaykum. Junaydilla O'z kanali obunachilari. Mana bugun kun sanasi 23-may 2025-yil. Namangan viloyati Namangan tumani haqiqiy dehqon G'alchadamiz. Dehqon akada toza avstriy qo'chamiz yoshligidan olib o'zlari ishqozchilikka tarbiya qilgan ekanlar. Xudo xolisa yaxshilikka sotishyapti ekan. Obuna bo'lmaganlar pastasi tugmasini bosib yoki obuna bo'ling tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yasizlar ekan. Jiovislarga keladigan bo'lsak, 5 kilo plus minusda bu qochamiz o'ta bo'ladigan. Zotga ham tushaveradi, rashi boqiladigan bo'lsa, xudo xolisa tonna bo'ladiganlar. Yosh oyliklari keladigan bo'lsak, 14 oylik bo'libdi. Hamma joyi sog'lom. Orqalari ham haqiqiy toza ustaligidan olgan ekanlar ham. Tuni ham toza qizil pachka variantidan ekan. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka metr bo'lsa bir olib kelganingizda bir metrlab shuni o'lchab borardik. Olgan odam ertadan keyin uzoqdan keladiganlar bo'lsa, bo'ybastini shuni bilvasini ikkilanmay kelaverasizlar. Hozir dehqon aka ketdilar. Shuni olib kelsalar metrni tashlab beramiz Xudo xolasa. Haqiqiy ustaligidan olgan ekanlar. Angus sifat kalta baqa o'ta go'shtga ham, jiva viski ham shuna kelaveradigan edi. Gardanni qarang, gardan ham dahshat chiqib qo'yibdi jonivor. Joning sog' bo'lsin. Mashalloh deb bitta layklarni bosib turaverasizlar aka. Mana shu yoniga kelib, oldi yelkasidan shuni o'lchab berasiz endi oldi qo'ldan, ha. Qo'shni bitta o'lchab bersa, xudo xolisa olgan odam ham keladiganlar, uzoqdan ko'radiganlar ham metr to'shni bilib olishsa, ikkilanmay kelishaveradi. Baroqqa qo'ying aka, orqa tarafroqqa, ashiga qo'ying. Metringiz o'nnamadi aka. Metringiz teshayib ketdi aka. Toshni tikka ushlab turing. Tikka qo'ying, ha, unaqa qilib yotqizmay qo'ying. Shuna qo'yaylik-da. 1.38. Ha, 1.38 emas, 1.35 ga olishaverar ekan aka. 1.35 ga olaverasizlar. Bu 3 sm sizlar oladigan odamga pilusiga. Oladigan odamni pilusiga olinaveradi aka. Aka buni yosh oyliklar bo'ylari hamma joyda aytib o'tdik-ku, yeb ichishi hamma joyda sog'ligi sog'lom, ha. Xudo xolasa bexijolat kelib ko'rishaveradi. Endi buni puliga keladigan bo'lsa, pulini aytib o'ting aka. Moncha bo'lsa, xudo xolasa kami bor deb ayting. Kelib ko'radigan odam kelib yeb ichishini, xudo xolasa kirishib molxonada ko'rib, tashqariga olib chiytalar ko'rib ketaverasizlar. Aka oladigan odam bemalol tekshirib olaverasiz. Mana oyoqlari sog'lom, stakan tuyoq. Mana tumshuqlari oq-tumsiq yo'q. Ozgina ko'zini oldida Mickey Mouse bor ekan aka. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar 38 million so'm xayrisi bor deyaptilar aka. Yaxshilikka xudo xolasa to'y boshlab qo'yishgan, yaxshilikka ishlatiladi buni puli. Qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasiz. Zotga umuman haqiqiy zotga chopadigan payti kelibdi. 500 kilolik ko'pchilik 500 kilolik so'rashyapti turadi. Aka zotga bo'lsa 500 kilolikdan bitta qo'shang tov bering deyaptilar. Akalar bemalol kelib, bexijolat yeb ichishni ustida ko'rib, kelib olib ketaverasizlar. Namangan viloyati Namangan tumani G'alchada. G'alcha qishlog'ida haqiqiy dehqon akamiz hali olib sotarda qo'lida emas. Omalak o'zim ham ishqoz bo'ldim. Haqiqiy zo'ridan mol zo'rini olgan ekanlar. Xudo xolasa 1 yilga yaqin bo'lib qolibdi olganlariga. 3.5 yil atrofida kelgan ekan ovozda. Qiziqqanlar bo'lsa, sarlavhada nomerlar bo'ladi, bemalol telefon qilaverasizlar.